Gilam nechi pul deydi. Gilam million xil narxi bo'ladi. Assalomu alaykum hammaga. Bugun sizlar bilan obunachilarimiz tomonidan kelgan savollarga javob berib o'tamiz. Sizning do'konda qanday turdagi gilamlar bor? Bizning do'konimizda Eron, Turkiya, Xitoy, Samarqand va Tibet shahridan keltirilgan eksklyuziv va hamyonbop gilamlar bor. Eng qimmat gilamingizni narxi qancha? Eng qimmat gilamimizning narxi chegaralanmagan desa ham bo'ladi. Gilamlarning narxlari sifatiga qarab. Sifatli gilamlar qaysi davlatniki? Eronniki yoki Turkiya? Eronni ham, Turkiyani ham, даже O'zbekistonni ham gilamlari sifatli hisoblanadi. Sifati narxiga qarab belgilanadi. Sizlarda dastavka xizmati pullikmi? Bizda butun dunyo bo'ylab, Yevropa, Osiyo, O'zbekiston bo'ylab dastavkalarimiz bor. Toshkent shahar ichida mutlaqo bepul. Farzandlarimizning xonasiga qanday gilam solgan ma'qul? Yumshoq, momiq va xonaning rangiga mos gilamlar solishni tavsiya beramiz va uy dizayniga gilamning ta'siri bo'ladimi? Dizaynlarimiz uyingizga borganda xonangizga mos qilib, dizayn endi shuncha remont qilgandan keyin uyi dizayniga high-techga high-tech, klassikka klassikka, neoklassika gilamlar solish kerak. O'ylaymanki, sizlar bergan savollarga hammasiga to'liq javob berdik. Shu va shunga o'xshagan savollaringiz bo'lsa, hammanglarni izohlarida kutib qolamiz.